Qirg'izistonda tijorat bilan shug'ullanayotgan Uyg'ur sodigar suiqasdga uchirdi. Qirg'iziston taratqullarining 19 oktyabr xabar qilishicha, bir necha kundan buyon izdirkib bo'lmagan Sharq Turkistonlik sodigar G'ofur Abdurahmon 8 nafar gumondor tarafidan o'ldirilgan. Qirg'iziston soqchilari yakshanba kuni Uyg'ur sodigarning qasdga uchirganligini e'lon qildi va 8 nafar gumondorni qo'lga oldi. Qirg'iziston hukumatı tarafidan G'ofur Abdurahmonning barliq rasmiyatlari tayyor qilinib, to'g'riq chegara eg'iziga ep berilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy taraf uni qabul qilmagan. Orqadan Qirg'izistondagi bir mozorlikqa dafn qilingan. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qaraqosh G'ofur Abdurahmonning sirliq o'limidan afsuslanganligini bildirdi. U bu o'limning orqasidagi kuchni faraz qilishning tas emasligini ta'kidladi va chegirdan qush uchirmaydigan Xitoy zolim hukumatining Uyg'ur sodigarlari va oilasiga ziyonkashlik qilayotganligini bildirdi. U G'ofur oilasi va do'st yoranlarga ta'ziyasini bildirdi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonga keladigan Xitoylar uchun yangi e'tibor siyosatlarini e'lon qildi. Xitoy hukumati millionlagan Xitoyni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirish uchun bergan va'da va e'tibor siyosatlari diqqat tortdi. Egilinishcha ko'chib kelgan Xitoylarga dastlabki qadamda 50 modin yer beriladi. Turkiston agentligining xabar qilishicha, agar Xitoylar Uyg'urlar bilan to'y qilsa, yana 70 million pul beradiganligi va'da qilingan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan bosqichli savdo suhbatining mazmunida ilgirlash bo'lganligini va kelishimning oldimizga oyda imzolanganligini bildirdi. Oqsaroyda so'z qilgan Trump, birinchi bosqich bilan munosabatlik tamomlangan bir hujjatni oldimizga oy imzolashni o'ylashyapmiz dedi. Amerika savdo vakili Lloyd Yezermo Chilida o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy yig'inigacha kelishim mazmunlarini tayyorlash ishlarining o'ngishli bo'layotganligini, lekin bitmagan ba'zi nuqtalarning borligini bildirdi. Afg'onistonning shimolidagi Qunduz o'lkasi Aliobod noyasida Talibanning hujumida 16 nafar soqchi va omonlik xodimi hayotidan ayrildi. Qunduz soqchi idorasining boshlig'i Abdurrashid Bashir Taliban kuchlarining shahar markaziga hujum qilganligini, hujumda 16 nafar omonlik xodimining o'lganligini bildirdi. Bashir yana nurg'unlagan Taliban a'zosining o'ldirilganligini va shaharda Talibanga qarshi harakat boshlanganligini aytdi. Turkiya davlat raisi bilan Rossiya prezidenti Putin Rossiyaning Sochi shahrida uchrashuv o'tkazgandan keyin o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Uchrashuvda Suriyaning zamin butunligi va siyosiy birligining kafolatga ega qilinishi bilan ko'chmanlarning qaytib ketish masalasida tarixiy bir kelishim hosil qilganligini bildirgan Erdo'g'an, Talrifat va Munbishdagi barliq YPG terrorchilari qo'rollari bilan chekinib chiqadi dedi. Putin bayonotida Turkiyaning davlat bexatarligini qo'g'dash orzusini to'g'ri tushunganligini ko'p qatim bildirganligini aytdi.